Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi mavzuyamiz yuqori tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglamalar yechishga bag'ishlanadi va differensial tenglamalar sistemasini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Darsimizning rejasi quyidagilar. Ya'ni yuqori tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglamalar, ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama va o'zgarmasni variatsiyalash usuli va o'ng tomonga qarab su yechim topish, ya'ni noma'lum koeffitsiyentlar usuli, shuningdek chiziqli differensial tenglamalar sistemasini ko'rib o'tamiz. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli differensial tenglama deb quyidagi ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi. Bu yerda demak P va J lar o'zgarmas koeffitsiyentlardir. O'ng tomoni esa 0. Bunday differensial tenglamani yechish uchun biz demak parametr kiritish orqali, ya'ni ishlaymiz. Ya'ni y shtrixni masalan lambda va y shtrixni lambda kvadrat deb xarakteristik ko'pqat tuzamiz. Xarakteristik ko'pqatning yechimlariga qarab demak yechimlar mos ravishda topiladi. Bu yerda masalan y shtrixni bu yerda k deb almashtirish kiritgan, ya'ni yechimni y darajasida kx ko'rinishda izlab o'rniga olib borib qo'ysak, mana ko'rishingiz mumkin 3-ko'rinish, ya'ni xarakteristik ko'pqat hosil bo'lindi y darajasida kx ga bo'lish orqali. Demak bu xarakteristik ko'pqatning dan mana k yechimni, ya'ni ko'rishingiz mumkin kvadrat tenglama bu. K yechimni topish orqali va mana bu yerdagi k ni o'rniga olib borib qo'yish orqali yechimlarni hosil qilishimiz mumkin. Demak bu 3 ko'rinish bir differensial tenglamaning xarakteristik tenglamasi deyilar ekan. Xarakteristik tenglama, ya'ni kvadrat tenglama biz bilamiz ildizlari quyidagi ko'rinishda topish mumkin. Differensial kvadrat tenglamani yechishni 8-sinfdan yaxshi bilasiz. Yechimlar 3 xil holatda bo'lishi mumkin. Barchasi haqiqiy, ya'ni ikkita turli yechimga ega bo'lishi mumkin. Karrali bo'lishi mumkin haqiqiy bo'lib turib, ya'ni bitta yechim. Va ular kompleks bo'lishi mumkin, ya'ni diskriminant manfiy bo'lgan holatda kompleks bo'lishi mumkin. Demak, kompleks ko'rinishdagi yechimlar quyidagi ko'rinishda topiladi koeffitsiyentlar. Shunda demak haqiqiy turli qiymatlarni qabul qilsa umumiy yechim mana bu ko'rinishda, to'rt ko'rinishda topiladi. Agar mana misol keltiradigan bo'lsak, y shtrix minus 5y shtrix plus 6y teng 0 ko'rinishdagi bir jinsli o'zgarmas koeffitsiyentli ikkinchi tartibli differensial tenglamani yechishimiz uchun avvaliga nima qilamiz? Xarakteristik ko'pqat tuzib olamiz. Kvadrat tenglama tuzdik mana. Lambda yoki k deb belgilasak y shtrixni, y shtrix demak k kvadrat bo'ladi. Xarakteristik mos xarakteristik tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglamani yechamiz. Ildizlarni topishimiz mumkin. 7 ko'ra ham topishimiz mumkin. 2, 3 diskriminant ko'rinishda ham topishimiz mumkin. Mana foydalanib formuladan topildi va yechimlarni umumiy yechimni endi yozamiz. Ular turli haqiqiy bo'lganligi uchun y barobar umumiy yechim S1 y darajasida, demak birinchi ildiz 2 ko'paygan x va S2 y darajasida ikkinchi ildiz ko'paygan holatda bo'ladi. Keyingi holatimiz ular karrali bo'ladigan bo'lsa, umumiy yechimlari biri y darajasida k1 x bo'lsa, ikkinchisi shu x ga ko'paygan holatdagi ifoda ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi umumiy yechimni topishga to'xtaladigan bo'lsak, mana ikkinchi tartibli bir jinsli, ya'ni o'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglama ko'ryapmiz. Xarakteristik ko'pqatimizni ildizlariga e'tibor bersak, ikkalasi ham minus 3. Demak umumiy yechim S1 y darajasida 3x plus S2 x ko'paygan y darajasida minus 3x bo'ladi. E'tibor bering, y darajasida minus 3x ikkalasida ham bor. Faqat bu qo'shiluvchilar har biri x ga ko'paytirish natijasida, keyingilari x ga ko'paytirish natijasida hosil bo'ladi. Xususiy holatda ikkinchi tartibli emas, yuqori tartibli bo'lgan taqdirda ham karrali ildizlar bir nechta bo'lsa, har bir keyingisi demak x ga ko'paytirish natijasida hosil qilinadi, yig'indi ko'rinishda ishtirok etadi. Aytaylik, mana shu misolimizda agar 3-tartibli bo'lganida edi va bu ildizimiz 3
ya'ni 3 karrali bo'lganida edi. Uchinchi qo'shiluvchimiz S3 x kvadrat y darajasida -3x ko'rinishidagi qo'shiluvchi qo'shilgan bo'lar edi. Uchinchi holatimiz nihoyat kompleks holati. Ikkita qo'shma kompleks ildizlar bo'lsa, umumiy yechim demak Euler formulasidan foydalanganimizdan keyin mana bu 6 ko'rinishda yoziladi. Bu yerda alfa demak topilgan kompleks sonning haqiqiy qismi, beta mavhum qismidir. Mana misol keltirilyapti. Uchinchi misol, differensial tenglamani umumiy yechimini topish kerak. Xarakteristik ko'pqat tuzganimizdan so'ng xarakteristik kvadrat tenglamani yechsak, uning ildizlari quyidagi kompleks sonlar bo'ladi. Demak, 6-formuladan foydalanadigan bo'lsak, umumiy yechim mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi sizlar bilan demak, o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli bo'lmagan holatdagi, demak, ikkinchi tartibli differensial tenglamani ko'rib o'tamiz. O'ng tomon nol emas, biror bir funksiya bo'lsin. Bu tenglamani yechishning ikkita yo'li mavjud: o'zgarmas koeffitsiyentlar usuli va variatsiya usuli, ya'ni o'ng tomonga o'zgarmas koeffitsiyentlar usuli bu o'ng tomonga qarab izlash usuli, ya'ni va ikkinchi usul variatsiya usuli bor. Demak, shularga to'xtalib o'tamiz. O'zgarmas soni variatsiyalar usulida avval bir jinsli yechim topiladi, keyin bir jinsli emas qismi uchun yechim izlanadi. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi ifoda y1 y2 biz izlayotgan yechimlar, umumiy yechim demak mana bu ko'rinishda, avvalgi ko'rinishda s1 ko'paygan y1 plus s2 ko'paygan y2 ko'rinishda yoziladi. O'sha yechimlar bu yerdagi AB, mana ABlar mana umumiy yechim. ABlarimiz mana bu ko'rinishda izlanadi. Bu yerda omega Vronskiy determinanti. Demak, ABni topish uchun bir marta integrallash kerak bo'ladi. Mana shu koeffitsiyentlar topilgandan keyin o'rniga olib borib qo'yamiz. Yechim topiladi. Y1 y2 ni topish uchun esa avval biz bir jinsli qismini yechib olamiz. O'sha yerdagi bir jinsli qismini uni qanotlantiradigan ikkita chiziqli erkli bo'lgan yechimlardir ular. Xo'p, mana misol kelyapti. Bir jinsli bo'lmagan qismi bor. Avval bir jinsli bo'lgan qismini yechib olamiz. K teng 1 ekan, demak bu karrali, haqiqiy. Shu uchun umumiy ikkita yechimimiz, bir jinsli yechimimiz, bir jinsli tenglamaga mos yechim yx plus x ko'paygan y darajasida x ko'rinishda bo'ladi. Y1 y2 mana shu yechimlar. Demak, umumiy yechimni biz a ko'paygan y1 plus b ko'paygan y2 ko'rinishda izlaymiz. Mana bu sistemani yechadigan bo'lsak, a va b larimiz integrallash yordamida quyidagicha topiladi. Avval Vronskiy determinanti hisoblanadi, mana bu nisbat soddalashtiriladi va nihoyat integrallanib olib borib o'rniga qo'yiladi. Mana a, b lar topilyapti. O'rniga olib borib qo'ygandagi oxirgi yechimimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu xususiy yechim va umumiy yechim, ya'ni o'ng tomonni qanotlantiradigan, bir jinsli qismini qanotlantiradigan va bir jinsli qismi bir jinsli emas qismi uchun, ya'ni o'ng tomon uchun qanotlantiradigan yechim, umumiy yechim ko'rinishi demak mana shu ko'rinishda nihoyat bo'ladi. Endi keyingi usul bu noma'lumlar usuli yoki o'ng tomonga qarab izlash usuli. Bu holatda qulaylik tomoni shundaki, demak integrallash yoki Vronskiy determinantini izlash sizga majburiy bo'lmaydi. Faqat o'ng tomondagi funksiya elementar funksiyalar yig'indisi ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, har qanday o'ng tomoni har qanday bo'lganda ham izlab bo'lmaydi. Noqulayligi shunda. Demak, umumiy yechim y yulduzcha va y usti chiziq ko'rinishda bo'ladi. Y yulduzcha biz uchun bir jinsli qismi uchun yechim bo'lsa, y usti chiziq esa bir jinsli bo'lmagan, ya'ni o'ng tomondagi ko'rinishdagi funksiya sifatida izlanadi. O'ng tomondagi funksiya mana bu ko'rinishda yuqorida aytilganimdek 3 ko'rinishdagi formada berilgan bo'lsa, umumiy yechim shu ko'rinishda demak bo'lsagina biz noma'lum koeffitsiyentlar usulini qo'llashimiz mumkin. Xususiy hollarni ko'rib o'tamiz. Alfa betalar 0 bo'lgan holatda demak yechim mana bu ko'p xat bo'ladigan bo'lsa, n-chi darajali ko'p xat ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, uni mana shu ko'rinishda izlab noma'lum koeffitsiyentlarni olib borib qo'yib topamiz. Ya'ni tenglamaga olib borib qo'yish orqali bevosita topiladi. Keyingi holatimiz endi mana
shu misolga, birinchi ko'rinishdagi misolga, ya'ni ko'p xat ko'rinishidagi misolga keltirilgan. Bir jinsli qismi yechildi, mana y yulduzcha topildi. Endi ikkinchi qismi uchun o'ng tomonni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda x turibdi. Demak, biz izlaydigan funksiyamiz ax plus b ko'rinishda ko'p xat bo'ladi. Bu yerda a bni topish uchun tenglamaga olib borib qo'yish orqali topiladi. Ya'ni ikkinchi tartibli hosila, birinchi tartibli hosila va o'zi qatnashgan joylariga berilgan tenglamaga olib borib qo'yish orqali chap tomonni o'ng tomoniga tenglaymiz va noma'lum koeffitsiyentlarga nisbatan sistema hosil qilinadi. Sistemani yechsak, mana a va b lar topilgan, o'rniga qo'yish orqali y usti chiziq topildi. Umumiy yechim esa y yulduzcha va y usti chiziq yechimlar yig'indisidan iborat bo'ladi. Keyingi holatimiz beta 0. Unda y darajasida alfa x ko'paygan ko'p xat ko'rinishda bo'ladi. Demak, y'imiz ham, ust chizig'imiz ham shu ko'rinishda izlanadi, faqat koeffitsiyenti bilangina farqlanadi. Hosilalari olib borib o'rniga qo'yiladi, yana koeffitsiyentlar tenglanadi. Natijada biz yechimni topgan bo'lamiz. Misol, mana ko'rishingiz mumkin, o'ng tomonda y darajasida 2x, yana ko'p xat ham bor. Avvalgi misolga kabi bir jinsli avvaliga bir jinsli qismi uchun mana 0 ga tenglab turib, o'ng tomon qanday bo'lmasin, 0 ga tenglab turib, bir jinsli qismi uchun yechim topiladi. Mana y yulduzcha topildi. Bu bir jinsli qismini qanotlantiradigan yechim. Endi o'ng tomoni mana bu funksiya bo'lganligi uchun biz yechimimizni x ko'paygan ax plus b y darajasida 2x ko'rinishda izlaymiz. E'tibor bering, bu yerda x ga ko'paydi. Nega ax plus b ko'paytirilgan y darajasida 2x deb olmadik? Bu yerda istisnolar bor. Maxsus hollar, ya'ni y darajasida 2x ga e'tibor bersak, bir jinsli qismini qanotlantiradigan yechim o'ng tomonda ham ishtirok etgan. Shuning uchun bu karali ildiz bo'lib qolyapti. Shu uchun biz o'ng tomonni izlaganda berilgan o'sha ko'rinishdagi, ya'ni koeffitsiyenti bilangina farqlanuvchi yechimlar ko'rinishda izlaymiz, lekin yana x ga ko'paytirib olgan ko'rinishda izlashimiz shart ekan. Shundan so'ng tenglamaga olib borib qo'yamiz, hosilalarni bor joyga hosilalarni olib borib qo'yamiz, koeffitsiyentlarni tenglaymiz, koeffitsiyentlarni aniqlaymiz va umumiy yechimni mana shu zaylda yozamiz. Keyingi holat alfa ham beta ham 0 dan farqli umumiy holat. Unda ham koeffitsiyenti bilan farqlanuvchi ifoda ko'rinishda izlanadi. Mabodo xarakteristik holatlar xususiy yechim bilan mos kelsa, yana x ga ko'paytirishga majbur bo'lamiz. Mana misol kelyapti, o'ng tomonda sinus x turibdi. Xususiy yechimni topamiz. Xususiy yechimlarimiz o'ng tomondagi yechim bilan mos kelmaydi. Shu uchun o'ng tomonni m ko'paygan cosinus beta x plus n ko'paygan sinus beta x ko'rinishda izlaymiz. Beta bu yerda bizda 1. Mn noma'lum koeffitsiyentlar. O'shalarni topishimiz kerak. Hosilalarni olib o'rniga qo'yamiz. Mana koeffitsiyentlar topildi sistemadan, umumiy yechim yana yozildi. Keyingi misol ham xuddi shunday. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli emas differensial tenglama. Xarakteristik ko'p xat topildi, umumiy yechim topildi, lekin e'tibor bering, o'ng tomondagi yechim bilan o'sma-o'z tushyapti. Bu holatda ikkinchi yechimimiz bir jinsli emas uchun qanotlantiradigan yechim o'sha ko'rinishda izlanib, yana x ga ko'payib olingan. Chunki bizda xarakteristik ildiz o'ng tomondagi ildiz bilan mos kelyapti. Shu holatlarda x ga ko'paytiriladi. Bu istisnolar bor. Navbatdagi ifoda demak tenglamalar sistemasi. Bu masalalarni yechishda x argument demak bir nechta funksiyalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatda demak jarayonni modellashtirishda biz differensial tenglama yordamida foydalansak, differensial tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi. Bu differensial tenglamalar sistemasini yechish uchun maktabdan ma'lum sistemani yechishni o'rniga qo'yish usuli bor. Agar funksiya ikki o'zgaruvchili bo'lib, sistemamiz ya'ni ikkita noma'lum funksiya qatnashsa bu yerda o'rniga qo'yish usulidan bevosita foydalanishimiz mumkin. Ko'p bo'lsa endi Wronskiy determinantlaridan foydalanib ham hosil qilishimiz mumkin yechimni. Mana bu yerda to'xtalib o'tamiz. Demak, sistema ikki o'zgaruvchili x ni yo y ni o'zimizga ma'qul bo'lgani yuqoridan yoki pastdan topib olib, ikkinchisiga olib borib qo'yish orqali ikkinchi tartibli differensial tenglama hosil qilinadi. Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar
qanday yechiladi biz to'xtalib o'tirmaymiz, chunki yuqori tartibli differensial tenglamalarni o'tgan darslarimizda ko'rib o'tgan edik. Bu yechiladi. X topilgandan keyin tenglamalar sistemasidagi ixtiyoriy biriga olib borib qo'yiladi. X ning qiymatini, hosilasi bor joyga hosilasini va shunday qilib Y hosil qilinadi. Bu o'rniga qo'yish usuli edi. Shunday qilib, demak, differensial tenglamalarni biz yuqori tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli, bir jinsli va bir jinsli bo'lmagan, shuningdek differensial tenglamalar sistemasini yechishni ko'rib o'tdik. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'ling.